Bugungi sinov jarayonimizda obyektdan asfalt-beton qoplamasidan olingan keri namunalarimizning o'rta zichligi va suv suyumchaligini GOST 12898 band bo'yicha. Birinchi o'rinda bu olingan keri namunalarimizning geometrik parametrlarini o'lchab olamiz, yozamiz. Geometrik parametrlarni o'lchab olgandan so'ng namunamizni massasini aniqlash uchun quritish shkafimizga qo'yamiz. Quritish shkafimizda namunalarimiz GOST 12801 band bo'yicha 50 haroratdan baland bo'lmagan holatga o'zgarmaydigan massa holatiga kelgancha quritiladi. Quritish jarayonida 1 soatdan kam bo'lmagan holatda davom etadi. Mana namunalarimizni ham quritib oldik. Endi xona haroratida 30 daqiqadan kam bo'lmagan holatda sovutib olamiz. Namunalarimizni ham sovutib oldik. Endi bularning massasini o'lchab olamiz. Mana keri namunalarimizning o'zgarmaydigan massa holatiga kelguncha quritib va o'lchab oldik. Endilikda o'rtacha zichligini GOST 12801 band bo'yicha. Endi namunalarimizni 20+-2 haroratli suvimizda 30 daqiqa davomida ushlab turamiz. Suvimizning balandligi namunalarimizdan 20 mm dan kam bo'lmasligi kerak. 30 daqiqa vaqt ham o'tib bo'ldi. Endi namunalarimizni birinchi suvdagi, keyin esa havodagi massalarni o'lchab yozib olamiz. Suvdagi massasini o'lchab olgandan so'ng namunamizni yumshoq mato bilan artib olamiz. Artib olganimizdan so'ng havodagi massasini o'lchab olamiz. Endilikda namunalarimizning suv suyumchaligini aniqlaymiz. GOST 12801 13-band bo'yicha. Vakuumdagi suvning ham harorati 20+-2 bo'lishi kerak. Namunalarimizni massalarini o'lchab oldik. Endi vakuumga olib qo'yamiz. Suvimizning balandligi namunamizdan 30 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Bu sinov jarayonimizda namunalarimizning vakuum bosimi ostida 2000 paskal yuqori bo'lmagan holatda ushlab turamiz. Mana 1 soat vaqt ham o'tdi. Namunalarimiz 30 daqiqa davomida vakuumda hech qanday bosim ostida turadi. Oradan 30 daqiqa vaqt o'tdi. Mana endi namunaning massasini o'lchab olamiz. Mana namunamizning natijasi chiqdi. Endi buni tahrirlash bo'limiga beramiz.